oddiy o'qlov bor. O'qlovda bu qo'lingiz ko'tarilmayapti tepaga. O'ng qo'lingiz misol uchun. O'qlov olamiz. Ichida nima bor? O'qlov olamiz, bu qo'lingiz ko'tarilmayapti. O'qlov shu holatda ushlab sekin ana shunday ko'tariladi bu qo'lingizda. Shunda bu qo'lingiz o'zini yuqoriga ko'taryapti. Passiv harakatda. Qo'lingiz orqaga bormayapti. Sochiq mana ushlab olamiz. Orqaga mana qo'lingiz keldi, ozgina ildirib olamiz, ushlab olamiz. Shunday harakat. Hop. Bu qo'lingiz bilan tortib olamiz. Harakat. O'sha orqaga borish harakatlarini sekin-sekin ochib borish maqsadi. Xohlasangiz bitta qilib ko'ring shuni. Orqaga tashlaymiz. Buni sekin ushlab olamiz. Mana qo'lingizni erkin ushlab olamiz. Qo'lingiz bilan mana shu. Mana o'zi ochilgan bir qiyshaymayapti. Sekin tortsangiz mana bu ochiladi. Bu ikkala mazza qilib biroz harakatlar qizdirib olganingizdan keyin qilamiz. Qilaveramiz. Sekin-sekin ochiladi. Hozir og'riq beradi tortganingizda. Bunda sekin ochiladi. Hop. Qolgan mashqlarimiz bilasiz, qilib turibmiz. Hozircha shuni qo'shimcha qilib turaylik. Mazza so'rayapsizmi? Mazza so'rab birgalikda og'riqingiz kamaygan vaqtda sekin qilaveramiz, ochilaveradi. Hozir yo'qmi og'riqingiz? Yaxshi.